Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. 11 ayning 6 kuni Janvada o'tkaziladigan bu namoyishga sanoqli kunlar qoldi. Bu kun har qanday boshqa vaqtga, har qanday kunga qaraganda bek ahamiyatli, bek muhim bir kun. Bu kunda hammamiz qo'lni qo'lga tutishib, Janvaga 6 ayning 11 ayning 6 kuni o'tkazilgan shu namoyishga berilgan qat'iy iroda qilmasak bo'lmaydi. Bu vatanda bo'layotgan zulm, vatanda kuyayotgan o't, qarindoshlarimizning beshidagi bu baloyi ofat bizning og'lig'imizdek, yiroqliqdan kelgan xabarlarga qaragan xabarlardek yoki bizning tasavvurimizdan ming hassa alqib ketgan darajada ig'ir zulm bor. Bundaq ahvol ostida yani sal qarab, namoyishga bormaydigan bir shaklda bana sabab izlasak, vijdoniy jihatdan so'roq tortilib qolamiz qarindoshlar. Bu qitimqi namoyishning ahamiyati shu yerdiki, zalning ichida, shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotining cho'ng zalning ichida Xitoylar so'roq tortiladi. Bu so'roqda, ma 1 million, 3 million, 4 million Uyg'ur nada? Ma nima qilding? Mani o'ltirdingmi? Zaharladingmi? Nega opading deb ma so'roq tortiladi ichida. Şuna biz talada turib, biz vaqraymiz. Mana davaning egisi biz, shu qarindoshlarning egisi biz. Mana javob ber deb biz vaqrab beramiz. İchida savol so'rg'uvchilarning tutquligi kuch paydo bo'ladi. Yuraklik so'roq so'raydi. Mana bu davaning egilari, qarindoshlari, davaning sohiblari teshida turyapti. Ko'rdingmi, angladingmi ovozini? Vaqrayapti, yig'layapti, qaqshayapti. Shunga javob ber deb turib, ichida qattiq so'roq tortilgan bir fursat. Shunga biz bak shuni to'plab, qo'lni qo'lga tutishib, oila bo'yicha berib, to'xtamay 4 soat, 5 soat talab vaqrab, biz yurkimizni ifodalab, qarindoshlarimizning tezroq qutulishiga biz kuch qilmasak, boshqadan bizning yig'imizni yig'lamaydi. Shunga qarindoshlarimizninki bana sebep ko'rsatmasdan bu qitimqi namoyishga to'liq qatnashishini umid qilaman.